Husanov va Allayn o'zlarini qanchalik yaxshi ko'rsatish deb o'ylaysan? Top. Hattoki men uchun ham surpriz bo'ldi. Ularning hamjihatligi, bir-biriga yordam berishi, ikkalasi ham ajoyib o'ynashdi. Ular qiyin o'yinlarda ishtirok etishdi. Sababi Brightonga qarshi o'yinda Max to'g'ri Exeterga qarshi o'yin kiritilgan gollar sababli sal boshqacharoq o'tdi. Lekin Newcastle'ga qarshi mehmonda o'tgan o'yinda ular ajoyib o'ynashdi. Manchesterga qarshi bo'lib o'tadigan o'yinda O'Reilly, Husanov va Allaynlar yana birga o'ynashligi mumkinmi? Newcastle'ga qarshi o'tgan o'yin menimcha buni ko'rsatib berdi. Men shunday degan bo'lardim, lekin mavsum boshida, aynan mana shu uchlik mavsumning eng muhim qismida ketma-ket o'yinlarda har doim maydonga tushishadi deyilganda men bunga ishonchingiz komilmi deb javob bergan bo'lardim. Lekin mavsum mana shunday, u har doim bir tekislikda o'tmaydi. Tabiiyki, o'nqir-cho'nqirlar bo'ladi. Bunday vaziyatlarda esa biz muammolarimizni hal qilishimiz kerak bo'ladi. Va Husanov uchun juda xursandman, sababi u mavsum davomida unga imkon berilgan o'yinlarda barchasida ishtirok etdi. Adashmasam, Arsenalga qarshi o'yinda jarohat olib uzoq muddatga safdan chiqdi. Bu paytda Ruben ajoyib o'ynab biz uchun muhim futbolchiga aylandi. Lekin Kusa har bir ishtirok etgan o'yinda o'zini ajoyib ko'rsatdi. Aytaylik, himoya chizig'ida kimdir jarohat oladigan bo'lsa, uning o'rniga keladigan futbolchi shunchaki u jarohatdan qaytgunicha uning pozitsiyasini yopib turish uchun olib kelinmaydi. Ya'ni ular bir necha yillar davomida klubda o'ynash uchun olib kelinadi. Masalan, o'tgan mavsumda Reis va Husanov, ayniqsa Husanov 21 yoshda bu yerda bir necha yillar davomida o'ynash uchun olib kelindi.